Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. Lekin inson undaq emas. U zimindek keng qo'rsoq, mardona emas. U ba'zida quyoshni, haroratni, hatto qardan zimistonni unutib qoladi. Ba'zida uningga yer yuzidagi quyosh kulinib qaramaydigandek, zimin yarilishidanla go'riston bo'lib yaralgandek. Dastlab turgan bu ziminda noli faryoddan boshqa hech nima yo'qdek bilinadi. Nuri judolikning nimaligini endi bildi. Ümidsizlik bilan tumonga aylangan bu qorong'u dunyo, shu qorong'ulikda tamtilab ro'jak izdigichining dodi bo'lsa kerak. Sabiha mushundaq kundimidi. U nada, holi qandaq. U o'zining har qancha qilib muhabbat to'ridan qutulib chiqolmaydiganligini bildi. Uning muhabbatsiz yashashga urinishi o'z-o'zini aldash, sun'iylik ekanligiga qat'iy ishondi. Sabiha uning hayotining bir qismiga aylanib qoldi. Bu paketni inkor qilishga uning iloji yo'q. Bo'libmi 2 kunning oldida uning qo'liga tekkan bosh oxir yo'q bir parcha xat uningga o'zgartgili bo'lmaydigan reallikning mislsiz zarbi kuchini isbotladi. Xatni Sabiha Urumchidan yozgan edi. U hozir namda o'quvchi, amaliyotda nazarband ekan. U apsi bilan singlisining nima ekanligini bilmaydi ekan. Xat unutib keting. U bir tush bo'lib qolsin degan so'zlar bilan oxirlashgan bo'lsa-mu, Nurining javobi yo'q degan so'zlarga markazlashdi. Nuri bu qo'ldan qo'lga o'tib, oxir Rahimjon orqali o'ziga tekkan xatni Rahimjon bilan Faridaning mehmonlarga bergan cheyda topshirib oldi. Nuri u xatni to'l o'qib yodlab oldi. Xat Nurining qo'llaridan to'lib mejilib, ko'la dasmalga aylandi. Saman qog'ozga ximchiski qalam bilan yo'g'on qilib yozilgan bir varaq xatga pokiz bir yurakning illiq ko'z yoshi. Zulm xo'rliqlari siqqan edi. U o'zining Nuridan boshqa hech kimni o'ylamaydiganligini, lekin didorlashish endi mumkin emasligini to'mtoq so'z bilan yozgan. Rahimjon g'uvo gaplarni tushuntirib, uni xo'rlabdi. Uning qizliq ornumusini oyoq osti qilibdi. U endi seni ko'rishga petnolmaydi ekan. Devidi Nuri uning xohish emas, uningda nima gunoh? dedi ko'zlariga yosh elib. Shunda qaramsana Nuri. Sen bizning milliy psixikimizdan halqib ketding-ku, ukam. Haqiqat meni shuningga majburladi. Badan bilan ruhdagi xohishning birlashmiki tez. Men nazariya jihatdan buni bilaman. Ruslar hayotga shunday qaraydi. Lekin beshimga kelmagachga men bu xil sinoqqa bardoshlik bera olmayman-mi, bilmayman. Turmush odamlarni sinaydigan bir maydon. To'mirlarida sapqan oqqan odam haqiqiy poklikni qabul qila oladi. Haqiqat odamni ba'zi qahramon qilib yetadi, ba'zi bichar qilib qo'ydi, lekin u odamni hargiz rasvo qilib etmaydi. Mana bu yil maktab bitirdigan o'quvchilarmi muzokarada. Ular Shindoban alt büyük siyosatni yo'lga qo'ygandan beri Şinjanda paydo bo'lgan yangiliklar, yaxshiliklarni paketlar bilan so'zlamoqda. Bo'libmi ma'arif jihatda rostila bakchong o'zgarishlar bo'lgan. Bu xil paket Yanzingshin Jinshorillar davrida emas, ilgirki tarixda ko'rilib baxmagan. Hozir 13 millatning o'z uyushmalari bor. Uyushmalar madaniyat ma'arifni mislsiz rivojlantirdi. Hozir Şinjan bo'yicha hukumat va uyushmalar qaramog'idagi maktablarning soni 2403 ekan. O'quvchilari 271.100 ga yetgan. O'qituvchilar soni 6071 ga yetib, Jinshurin davridagidan 37.70 hassa ko'paygan. Bu 38 hassa degan so'z. Teyip Hacı'nın çıraylık kostyum burulki kiygen Abdurşit ismlik tuqqani bu sonliq raqamlarni nereden bilib oldikin, bu rastlı bir paket. Lekin Shindobanning turmida o'ltirib atgan odamlarning sonini mushundoq aytib bera oladigan biror odam chiqsaydi, balki o'lganlarmi 271 mingdan jiq bo'lsa kerak. Sen Abdurshid har qancha maqtatni jallatni oqlay olmaysan.
Sovet İttifaqı 1934 yılı 5 milyon altın rubli, 1937 yılı yana 2 milyon 500 ming altın rubli yardım qilgandan keyin Şandobanning bu 7 milyon 500 ming altın rublining ko'p qismini harbiy xarajatga ishlatib xalqni bostirganligini, az qismini sanoat, savdo, yez egiligini mashinlashtirish, madaniyat, ma'arif ishlariga ishlatganligini nemishqa xalqqa aytolmaysan. Sen Abdurashid Bayıq sonliq raqamlar bilan gidayman. Men Nuri Nizarxon Xo'jamdan yezib olgan mushu 7 milyon 500 ming oltin rublini eysam bekorli lat bo'lasan. Tarixda qaysi hukmron kuchlik bir chet davlatning bunchalik cho'ng yordamiga erishalgan. Sen o'quvchilarning 271 ming necha yuzga yetganligini biladi ekansan. Sabihada xo'rlanganlarning sonini bilamsan? Mening kichkina inimdek begunoh etilgan narsalarning sonini-chi? Kim nimani desa Nurining ta'tir javobi tayyor edi. Uningga so'zligichilarning hammasi yolg'onchi, xushomatchi, suiqasdchi bo'lib to'ylatdi. Rost gap. Shundobanni tillash, haqoratlash, pash qilish, xalqni uni yo'qotishga kurashga chaqirish. Bundaqlar nimishqa sahnaga chiqmaydi. U tit bo'ladi, teri katdi. Lekin sahnaga chiqolmaydi. Gimnaziyaning oshxona zaliga odamlar liq to'lgan. Sözlükçilərinin həmmisilə mədəylənguchilar, təməxorlar. Yaxşıcaq bolğuchilar idi. Nuri chiqib raskablarni so'zlasa, uni hozirli turmaga soladi. U turmdan qo'rqmaydi, lekin turmaga kirib olsa, Sabihani kim qutqizib keladi? U Sabihani qutqizaman deb o'z-o'ziga qasam bergan edi. Uning xiyoliga Urumchi degan shaharning tumanliq kuchlari vahshiy hukmronlari kirib olgan edi. Mana endi uning qo'liga hech kimning ovozi kirmadi. Sabiha chiroyi so'lg'in, seriq sochlari chuvilgan, chiroyli qo'y ko'zlari o'ltirishgan, ilgirki nurlanib turadigan qizil mangzi purlashgan, dassalgan olmaga o'xshab qolgan baxtsiz qiz hozir o'ziga cheksiz hayot muhabbat lazzati ato qilgan yeliq chiroyli lavlar bilan shivirlamoqda. Biz mashina bilan opam singlim uchimiz G'ulji shahridan yo'lga chiqib, Bayandayga kelganda aram topdik. Suydinga kelganda xushal bo'lib kulishdik. Chingsxo'ziga kelganda askarlar mashinamizni to'xtatdi. Shofirni ap tushib ketdi. Birdamdan keyin boshqa bir shofir chiqib, mashinani ushqandek tez haydab, talkining davini qartib yurib ketdi. Biz tushib qolamiz deb mashinani urdik, lekin bo'lmadi. Bizni ikki yoqdan askarlar qo'rshab mangdi. Sayram kuli. Oxiri 5-kun Urumchiga keldik. Bizni Nurbog' degan yerda qonaltirdan yepilgan bir uyga akirib soladi. Endi shuningdan keyin ishlarni behush qilib, oyoq osti qilinganimni 3 kundan keyin o'shimga kelib bildim. O'lishimning endi hojat qolmagan edi. Men bulg'angan badalimni qurbon qilib, qisos elish niyatiga keldim. Lekin qisos olmoq o'lmakdimmi, yashamoqdimmi tas. Ular meni mast qilib, behush qilib bir necha oy xo'rladi. Hozir men heliqsiz ko'rgan Sabiha emas. Opam bilan singlimning nadaligini bilmayman. Ikki qiz meni kutadi. Amaliyotda meni kuzat qiladi. Men hech nega chiqolmayman. Haftada 2 qatim heliqi Chiu degan hayvon keladi. U mendan kulka, xushallik talab qiladi. Lekin mening badalimda qisos o'tidan boshqa hech narsa yo'q. Biz Xudoyimga nima gunoh qilgan? Dadam begunoh etildi. Opam biz uchun vujudini sotdi. Mana, men endi ularning izidan ketyapman. Mening zodili yoshlig'im yo'q. Biroq bechora opam uchun hayotimni saqlab kelyapman. Mana, hozir yil o'ylab topdim. O'qib, bilim elib sizlarga xizmat qilay deb yolvordim. 2 oy bo'ldi, Kurist Xanzutil o'rganyapman. Yana 2 qiz billa. Bu xatni to'limi ta'sirli sizlarga avatdim. Bilmayman tegamdi, tegmamdi. Men xat yozaman demang. Hayot ekanligimni bilib qo'ysangizlar bo'ldi. Umidim meni unutib keting. Yaxshi kunlarimizni bir yaxshi tush deb biling. Nurining qo'liga hech qanday gap kirmadi. U bir amal qilib, ash panohsiz qizni qutuldirishni, qisos elishni o'ylaydi. Yosh qizni muhabbatidan, insoniy g'urur va erkinligidan mahrum qilgan qora kuchlarga uning nafrati kundan kunga eshib, o'zini kontrol qila olmaydigan darajaga yetdi.
lekin u yanada sagak, o'zini tutib verish iqtidoriga ega edi. Uning quloqiga yana Shingdobanning to'kpilarini sanog'ichining ovozi anglandi. Shingdoban taxtga chiqqandan beri vahbiylarni yig'ib ma'arifga, madaniyatga ishlabdi. Yolg'iz Qashqardala Appa Xo'jam mazarining 16 ming mo, Chapan bozori cho'ng masjidining 5 ming mo, Yetka chamasining 10 ming mo vahbiy yeri bor edi. Hozir bir o'quvchi uning gapini bo'lib o'tdi. Qashqarni qo'yg'ina adash. G'o'jina ayisini alayli. İli viloyatlik Uyg'ur uyushmasining raisi Tipaji akaning deyishicha, maktablar Darultab, Darulajizin, teatrxona, kinoxonalar, kitobxonalar. To'xtag'ina Qashqar Yetka klubiga 1600 kishi sig'di. G'o'ljangda bormi? Qashqarda g'erib sanam bormi? Bo'lmamtiki, Parad degan Qashqarlikchimi? Amsinimiş Qashqar uyushimiz qurmaysan. Sen taranchi uyushimiz qurdingmi? Varangchiring ko'tarildi. Hay, Uyg'ur uyushmasi ham Qashqarning, ham Xotanning, ham Ilining nimandaq galvan haq bu. deb qattiq varqiradi yig'in boshqaruvchi. Bizning so'zimiz temida qochmasin. Biz o'zimizda Shingdoban 6 buyuk siyosatni yo'l qo'ygandan beri, ya'ni 1933-yil 12-aprel o'zgarishdan keyin paydo bo'lgan zo'r natijalarni, buyuk mo'jizani aslab zamonni qadrlash tuyg'usini yetildirishimiz kerak. Sovet ittifoqidan kirgan darsi, kitob, tamoq, yotoq hammani berib o'qiyotdi. Mo'shining o'zila Shingdoban otimizning shaqqati, og'irsak bekorga davolimiz, kir bo'lsak bekorga munchaga tushimiz, bekorga kino ko'ramiz, teatr ko'ramiz. Mushlarning hammasini dadalarimiz qilib beralamda. Burunqi hukumatlarimiz qilib boqqanmi? Yo'q. Faqat Shingdobanning 6 buyuk siyosatlar bizni mush kunga ega qildi. Biz bu kunda qadrlashimiz kerak. Har qanday norozilik, ta'tir harakatlarni yo'qotishimiz. Xo'ja Niyozdek, Sobit Domulladek, G'o'ljidan chiqqan Turda Xunbay, Sirojiddin Baylardek tuzkorlarni qat'iy tozalashimiz kerak. Nuri cho'chib xiyoldan beshini ko'tardi. Sahnadagi chech ko'ziga tushib turadigan o'ruq ko'zaynaklik odam boyagi gaplarning oxiriga ulabla oramizdagi Nuridek davitidgandekla qilatdi. U cho'qim mush alfozda so'zlaydigandek qilatdi. Yolg'iz Nurini desa mayli, endi 16 ko'paygan hamrohlarini da'vatmisi bo'ladi-ku. Bu 16 yigit yaqinda daryo bo'yida qo'yiq o'rmonlik ichida qasam berishib, naqnush madihilinayotgan Shingsay hokimiyatini og'dirishga, butun xalqni qo'zg'ash uchun kurash qilishmoqchi bo'lishgan emasmidi. 16 yigitning ichidan xoin chiqmaydi degili bo'lamdi. Nurining yuragi dupildab ko'nglidagi sirini yurak so'qishi oshkorlab qo'ydigandek, yuragi o'ziga xoinlik qiladigan bir xil vahima, ansizchilik uning vujudini chirimib oldi. U o'rindan turib sirtqa mengmidi, egiz bo'yliq tantarbiya muallimi "Nega qochsan?" deb go'laydi. Nurining yuragi jig'i qilib qoldi. Tantarbiya muallimi go'yo uningga qoral tanglayotgandek bilinib ketdi-da, u huduqib, "O birni" deyaladi aralla. Muallim kulib ketib, "Yo'lvasdan mekonga o'zgarib qopsan-ku. Nim bo'ldi, Nuri?" deb so'radi. Nuri darhol asiga yaldi. "O'g'risiga tasga apandim." U talog'i chiqib o'zini aybladi. Texi maxfiy tashkilotning boshlig'iman. Turma, qiynoq, jazo deganlarni ko'rmay turib holim bu. Taskan. Inqilobchi bo'lmoq taskan. Irodalik, qaysar bo'lmoq to'limi qiyinkan. U yatqig'i kirdida Sabixaning purilishib ketgan xetini yana ochdi. Bir qizni qutuldira olmayman. Texi butun xalqimizni qutuldirman deb qasam ichaman. Quruq g'azab nafrat bo'lsa bo'lmaydi ekan. G'ayrat, qahramonlik bo'lmasa bo'lmaydi ekan. G'anikamdek hech nimadan qo'rqmaydigan bo'lsam edim, Rusulovdek bilimlik bo'lsam edim, G'o'jamdek himoyaga ega bo'lsam edim, u chaqda yo'lboshi dahiga aylanatdim. U mayuslandi. Yana turibla sinoqlarga duch keldim. Turmaga kiraymi uya? Turmadan qochalasam, so'roqchining og'zini tuvaqlab o'zimni aqlay olasam, xalq mendab jinni tikalasa, ondan obro'liq bo'lgan bo'laman. Yo'q, turmaga kirmak oson. Bir askarga shapoq ossamla yoki bir janggo'ydani tillasam, hozirla turmaga kiraman. Men turmaga kirib qolsam, Sabixani kim qutuldiradi? U karvatida o'ngda yotdi. Xiyoliga Sabixaning yalang'och tipirlayotgan gavdasi.
Uning badaniga chaplashib olgan ko'zlari yumuq, tishlari hingak, yot bir yirginishlik maxluqning huzurlanib kulishlari kelishi bilanla u bajoyiki savdoyidek o'rnidan chashrab turib ketdi-da, varqiradi. Bo'g'izlayman. Kimni bo'g'izlaysan, Nuri Ziyovuddin? Yotoq eshik oldida eliqi tantarbiya muallim paydo bo'ldi. Nima qilar ekan deb piyinga tushsam bir maxfiy xatni o'qidim. Ondan o'ltiraman, bo'g'izlayman deb chirqiradim. Qani, bayqi xatni kelgin. Ondan keyin rost gapni qil. Kimni bo'g'izlaysan? Dadamdan kelgan xat u. Dadamni mimbi uribdi. Yolg'on. Tunigundan beri yotoqdan chiqmading. Sahrolik bilan ko'rishmading. Xatni kaptardan akelmagandi, ha? Siz nima berasiz muallim? Bilaman, sening nega borganing, nima qilganing, nimalarni deganing menga besh qo'ldek ayon. Siz paylaxshikansizda muallim. Men yana sen dangal. Men kim? Men muallim. Sana muallim paylaxshi bo'lmay, Botur Pakar paylaxchilik qilyaptimi amsa? Men seni tegishlik joyga qo'yib beraman. Muallim uning so'l murisidan silkib tutdi. Nuri g'azab bilan uni silkibatdi. Qattiq sovuqlardami tantarbiya kiyim bilan yuradigan qovul mushtlashchi muallim ochiq kuldi. Muallim o'quvchisi mush assa kulkilik bo'ladi, bilamsan? Men Urumchida Allohiy tarbiyalangan chamboshchiman. Xuddi Shangdobandek gumpili qila olayman. Xemirga aylanmay desang, oldimga tushibman. Mush muallimning o'zi odam badanidagi ojiz nervi tugullarini ballarga so'zlab bergan. Tumshuqqa quloqning ostida bosili og'riydigan tugullar bor. Bu ojiz joylarni Nuri jiqsinagan. Muallimning badanida bu tugunchalar yo'qmi ya? Botirligini sinaydigan payt mana mushug'i. Ne gapirsiz muallim? Turmigimi? Hozircha ishxonaga topshiraman. Nimani? Xatni, kimni tillig'ingni? Boya dedim-ku. Yolg'on aytdi, menga rost gap kerak. Uningdan boshqa javob yo'q bo'lsa-chi. O chaqda men seni zulonga kirgizdigan joyga olib borib beraman. Unda qilma Aydar apandim. Men bir yetim bola. Hamma chatoq yetim bolalardan chiqadi. Undaq demang. Darul Acizillani Uyg'ur uyushmasi quryapti. Bu uyushmani Shangdoband o'zi qurgan muallim. Gap tanlaq qilmayman. Sendan hisob oladigan chaq keldi, Nuri. Endi yavash bo'l. Muallim uning so'l murisidan yana qamallab tutib, tishlarini kirishtirdi. Bilib qo'y. Biz uzun bo'ldi seni kuzatgili. Hisob bermay qutula olmaysan. Ma'qul. Turma sovuq bo'lishi mumkin. Kiyimlarimni elib olayamsa. U ingishib chatirni kardida butun kuchini o'ng qo'liga yig'ib turib, muallimning enkining to'yniga challab turib urdi. Muallim "Hi" dedi-da karavatlar orasiga uchib ketdi. Nuri zalga chiqdi. Uningga notunish ikki odam esaldi. Bular puxrach kiyingan ishpiyonlar edi. Nuri biriga bir mush etibdi, yana biri uning chatirsiga tepib etdi. Nuri mushchividi uning gajgisiga eg'ir bir narsa qattiq tegdi. U dum tushdi, dassaldi. Shu chog'dan o'quvchilar yotoqlaridan chiqishdi. Ular yishimini surishtirmaylar ikki yot odamni qor quyuq urib ximir qilavatdi. Haydar muallimga uzundan beri g'azablanib yurgan balla uni shunchalik qattiq urdiki, uning badallari titilib, tiniq to'xtashga oz qoldi. Qaram umidvor yigitlar kundan kuniga zo'rayotgan qora kuchini ishlatadigan yer tepilg'ini xo'sh. Ular boshqani bilmaydi, bilishni xohlamaydi. Ularning eng hurmatli savoqdishini ikki yot odam mush Haydar degan seriq mashkining gapi bilan bekordan urgan. Urgan ekan, uning jazosi bo'ladi. Haqiqat degan mana mushu. Haqiqat uchun kurash qilish maktab tarbiyasining meg'izi emasmidi? Balla tarbiyaning mahsulotini ko'rsatadigan bu fursatni qo'ldan beratdimi? Uralmaganlar armonda dedi. Xazinasi. Zalda uch gavda qonga melinib, o'likdek yotmoqda. Qonni tozla, palas, chelak ekan. Murdilarni-chu, maktabga aytayli. Balla tapimiz beshimizga qara, muni panoqning tapanchisi bor ekan-oy. Muni Haydarning batihi. Elvalayli, bulan qarang'i tushgacha sayq tashib etayli. O'lmide bular ushiq kelibdi-hi. Qutqulni bog'lab og'ziga parastin tiqib qo'yayli amsa. Dimiqib o'z qotil bo'lib qolmayli yana.
O'quvchilar bu 3 jasadni yig'ishtirish to'g'risida so'zlashayotgan ash paytda Nuri gimnaziyaning darvozasidan chiqib oldirab ketib boradi. U ko'kko'rikka berib o'ng'i burildi. U Sovet konsulxonasining yanidagi Rahimjonning uyiga oldirab ketib boradi. Tuyuqsiz uning mursiga biri qo'lni qo'ydi. Nega mangding shoir? Yana ish izlab mangmagansan ha? Tez kunga qoldim Zonan aka. Dedi Nuri Musabayevlar teri zavodining texniki to'lim mehribon, xeyli bilimlik bu odamga darhol rost gapni qilib. Manga yordam lozim aka. Manga hozirli yordam lozim. Yur, bog'ning oldiga kelib qoldik. Bu bog'dun baylarning qo'rosi ishonchlik. Nima bo'ldi? Men so'zlab bergin. Ular cho'ng darvozadan tashqariga o'ylagan. Ondan keyin ishkarga o'ylaga kirib, taxtay pallampay bilan qonoltirib o'gizlik uyning peshavoniga ko'tarildi. Uyning ishik rishatka, dariza qapqillari havorang sirlangan. Uyning oldidagi büyük daraxtliq orasidan bir o'stan suv ilqib turadi. Bu Anvar apandining uyi. Dedi zo'min tiyib, uyning qo'sh qanotliq ishkini asta chekib. Bu odam nihoyat yaxshi, boy bo'lg'ini bilan kambag'allarga omroq. Ularni kostyum burulka kiygan, yalang'och budri chash, oq yuzlik bir odam kulib turib qarshi oldi. Qani, marhamat master, zavoddan kirishingizmi? Shundoq apandim. Muno yigit Nuri, shoir ham bilimlik bola, gimnaziyaning o'quvchisi. Zavodning echti sexida 1-2 oy ishlab irod tavlagan dexe. Pah, qaltis yigitgan, qani uyga. Ular uyga kirdi. Ko'k sirlangan qo'sh dariziga ko'zni chaqadigan pardalar tortilgan. Tekchilarda g'o'chchida echilgan ajoyib gullar, udildagi tamg'a esilgan gilamning gullaridamu bir go'zal tabiat manzarasi bor edi. Aynaklik ishkab kitoblar bilan to'lgan. Nuriga hammalini yangi tuyuldi. G'o'ljaninglar emas, Shinjongning eng cho'ng beyi Musabayevlar to'g'risida balla yotoqda og'iz-og'izga tegmay hikoyalarni so'zlashadi. Nuri o'zimi teri zavodida ishlaganda bu oila to'g'risida ishchilar va texniklardan bo'libmi mushu master Zumun akadan nurg'un gaplarni anglab, zavod va boy to'g'risida, uning Shinjongdagi chet ellardagi tijoratlari to'g'risida to'liq tushunchaga ega bo'lgan edi. Anvar apandini ko'rgan va u odamning Bavdun bayga varislik qilib, kambag'allarning bolalarini maktab qo'rosida o'qitib, chet ellarga chiqarib, millatparvarlik qilayotganligini anglagan edi. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. U bugungi ishni bu ikki odamga so'zlab berdi va so'zini Men endi ish yo'lla u deydigan jinoyat bilan qo'lga olish mumkin. Men yotoqdan hozirlik qechib chiqdim, deb oxirlashtirdi. Anvar apandi telefonda bir-bilan so'zlashdi va darhol xabarini bera, dedi. U Nuriga qarab kulib qo'yib, siz rostalla dadangizning xitini o'qib g'azablanganmi? deb so'radi. Yo'q, dedi Nuri bu odamlarga yolg'on aytishni xohlamay. Men uningga yolg'on aytgan. Rost gap mundaq edi. U Sabiha to'g'risida, inisi, dadisi Nezarxon G'ojam va G'ojamning muhofizachisi Musa to'g'risida hamda Sabihani qutqizish uchun qasam berib, bo'g'izlayman deb varqirganlik haqida so'zlab berdi. Ammo 16 do'sti to'g'risida eg'iz ochmadi. Ular Nurining gaplarini anglab, eg'ir sukut ichida jimib qolishdi. Xalq musha holda, dedi oxiri Zumun master eg'ir o'xtartib. Men bu gaplarni anglagan edim. Xatarli kun, dedi Anvar apandimi asta o'xtartib. Navada uchchisining birli o'lib qolgan bo'lsa, amonlik saqlash boshqarmasi bir jon uchun 10 jonning beshiga chiqadi. O'lmagan bo'lsa-mu seni saq qo'ymaydi ular. Mana telefon keldi. U telefonni oldi va qarshi tarafning gapini anglab bo'lib, "Oz to'lib pul xajlab, tayoq yegan soqchilarni yo'qlab qo'yinglar", dedi va uydagilarga maktabni askarlar qo'rshibapti. Hushyordarini doktorxonaga akitibdi. Ta'ling borkan bola. Zonun masterga yo'l qilib qopsan. Hozircha bu yerda turib turg'in. Biz harakat qilib ko'raylik. Sen gunohsiz ekansan. Muhimi shu.
Arqanğa odam kirmagandi ha? Yo'q, maktab ahvolini bilgicha men chiqib ketgan edim. Ondaq bo'lsa, mana qarong'i tushdi. Ular seni izlab, sahroga chiqib dadangga yana bir falokatchilik yetkazimiz bo'ladi. Bu gap. dedi Anvar apandi beshini lingshitib. Men odam chiqartib ularni xabarlantirib qo'yay. O'shar bo'lsin. Qayar deding ha? Qancha kilometr? Ha, ma'qul. Mashinaga birdamlikli yo'l u. Uy xizmatchi ayol o'ngga mis cho'gin chilabchi ko'tirib kirdi. Tamam. dedi Anvar apandi o'rindan oldiramay turib. Qani, qo'l chayqayli. Atsi hamma idoralarga uqtirish tarqitildi. Gimnaziyaning o'quvchisi Nuri Ziyovdin jamiyat amonligini saqlovchi 2 nafar saqchi va ularga yordamlashuvchi muallim Haydarni yo'lsizlik bilan eg'ir yordar qilib qaytib ketgan. Uning belgilari mundaq: ko'krakdan shirg'an chapan, galapi shim kiygan, putida ta'turi boshliq bajingir, qosh kirpiklari quyuq qangsharliq, oq seriq, bo'yi 1.88 m, qovul gavdilik, burt xat tartgan 17 yoshdan tutib berguchilar mukofotlanadi. Üstoqchini urgan bo'lsa no'chgan u. G'ani o'g'rining o'zigina kasofat. Uni qo'g'dab qolganlarga mana men mukofot berman. Nuri tuyuqsizlar tiliginiga erishdi. Bir e'lon bilan uning danqi chiqdi. U bir sirliq odamga aylanib qoldi. Saqchilar mashinalar bilan kunda uyoq-buyoq chapatdi. Gimnaziyaning 10 necha o'quvchisi qo'lga elindi. Bir necha muallim so'roqqa tortildi. Qartan qish boshlandi. 1940-yili 12-oyning oxirida Ili vodisi qalin qor bilan chumkilib ko'chalar taraydi. Daraxtlar mushchaydi. Odamlar qalin juva, pima quloqchilarini kiyishib, qor bilan to'lgan ko'chalarda tasda minishadi. G'o'lji shahrining Qaridon ko'chasida yeziliqlar harvillari bilan kelib tushadigan nurg'un saroylar bor. Saroylarni dehqonlar dang deyishidi. Bu danglarning bo'ylilari harvalar, eg'illari otlar bilan to'shib ketadi. Saroyning mashq qo'yilgan, bo'ri silingan supuliq uylariga odamlar tiqilishib, ochiq mo'xurga chekishib, ochiq choy damlashib, xurjun qachalarini boshlariga qo'yishib, rohatlanib yetishib, jahonning cho'ng gaplarini qilishadi. Mana shundoq uylarning birida Pakar Palko'z Hoshimpochi degan odam po atmoqda. Nuri degan kimdansan ha? dedi u Nuri to'g'risidagi voqealarni anglab. O mening bolam. Mening bo'lmasa cheriklar bizning mahalliy chiqib, bizning uyni axtiratdimi? 10 cherik chiqib, mahallimizdan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan erkaklarini bizning uyning oldida o'stan bo'ydik chimliqqa yig'di. Qo'rqib jan chiqay dedi. Nurining dadisi kim dedi. Men chiqay deshimga meni jaynaklab qo'yib, Muxtara baymaydisi ko'rib yugurib chiqdi. Mana men nima gapim bor? dedi u gul deyib. Balam hukumatga qarshi, sen bilamsan bilmamsan. Hukumatga qarshi bo'lsa balamni izlab tur. Balamni 3 kunga topsa, bo'lmasa seni so'laymiz. Men balamni ustixona meni go'shtlarning deb maktabga topshirib bergan. Maktabdan so'ramamsan. Gaping xeli cho'ng'u, ovozimni to'ng-to'ng chiqadi-ku. Xudoyim bergan. Balangni tepib beramsan yo'q? Sen tepib berasan, qo'rqitib qochirib atgandikin. Bu hayvan, qara dexe. Hayvan degan sendek qavshiydi. Baqla uni. G'ani o'g'ir keldi, g'ani. Biri naq shu chaqda qarni to'zitib, ot choptirib kirib askarlar teri beran bo'lishib tikavatdi. Kula-kul uchaylarimiz uzilgidek bo'ldi. Sen g'ani o'g'irni ko'rganmi? Indaydiganda mavu billa o'g'irlik qilgan degina, Abdumarmon begining bir uyur yilqisini o'g'irlagan demay ayg'oqchilik qilgan. Seni nimish so'limidi hamsa? 5-10 ma so'laydiganga G'anikamning yenidan neri ketmaydigan tursa. Hozir G'anikam nada? Elaqi jalabxonada, ovu to'pidangda jalabxona bor bilamsan. Yolg'on gap qilma ey Palko'z. Azbroyi, puling bormi opirib qo'yman. Ishq urildi. Uyga oqtirg'uchilar kirdi. Ular odamlarni bir-birlab sinchilab qarab, yollarini xurjun qochillarini oqtirg'ula turdi.
Odamlar qo'rqishib, chekchiyib qilishdi. Hashim po'chi xuddi sadan qo'rqqan cho'jidek shumshib bulunga kirib oldi. Nereden geldin? Bay Toqaydın. Qaysi mahalladın? Tövenki ondun. Ha, etan nima? Hashim. Yanındaki odamlar varqirashdi. Nurining dadisi, iliq saqchilar izlayotgan Nurina. Rasma? Ras. G'ani o'g'rining do'stiga dexe. Rasma? Ras. Yolg'on aytqoq bo'lsa, Xudo ursin. Amsa akang hozir nerede? Jalabxonada. Yur, bizni shu jalabxonaga boshlab borg'in. Turatdimi u yerda miljonlik qilib, aqacha qavoqxondidu? Qaysi qavoqxonda? Men nadim bilay, qavoqxona, jalabxon deganlaringga darpaqmizam. Hashim po'chini bir askari bilan bir mahalla aktipi saroydan noqushlab haydab chiqdi. G'ani o'g'ri turmaga so'langanlarni qutqizg'ali odamlardan boshlab shaharga kiribdi degan xabar Urumchiga yetib borgandan keyin amalliq saqlash boshqarmasi nurg'un saqchi amaldorlarini Urumchidan G'o'ljaga avatdi. Ular kelgandan beri har kuni mushundaq aqtirish, tutish, qiynab so'roq qilish ko'paymoqda edi. Bu ishning sababchisi Nuri bo'ldi. Nuri Musabayevlarning yordami bilan tutilishdan amon qoldi. Lekin uning to'g'risida gap so'z tarqaldi. O'quvchilar solandi. Bu xabarni anglab Nilqa Kunas tog'larida bulangchilik qilib yurgan G'ani o'g'ri rostla bir qatim turmaga hujum qilib 6 o'quvchini qutqizib qochib ketdi. Bu qatim askar o'lmadi, lekin patparaqchilik avj oldi. G'o'ja shahrining to'g'ri ko'vrik 3 darvoza ko'chalarida saqchilar qurollanib, ba'zida otliq, ba'zida piyoda hayvi ko'rsatib yurishdi. Lekin ular izlagan Nuri ismli o'quvchi bu kunlarda Musabayevlar teri zavodining birinchi sexida azganlarga haq to'kib teri ashlaydigan ishchilar orasida ishlayotdi. U uzun burut qo'yib olgan, seriq chash, gap qilmaydigan notunish bir odam qiyofatida edi. Anvar apandi bilan Zonun apandi uni ashundoq girimlab, ashundoq o'rinlashtirgan edi. İsmi Thomas, milleti German. Mush zavodni qorashtirgan eriqi Germanning tuqqani. deb tunishtirdi. Buningdan 30 necha yil burun kelib, Husayn Bay teri zavodini qorashtirib, nurg'un texnik, master va ishchilarni yetishtirib qo'yib ketib qolgan Germaniyaning Mayin daryosi bo'yidagi Frankfurt shahridan kelgan texnikni hamma odam hurmatlaydi. Shunga Nuri bu yerda hurmatga ega edi. U oqshimi qo'ruvchidagi taxtayliq yotoqda simkarvatda yotadi. Chiroq o'chirilgandan keyin yolg'on chash bilan burutni elib etib, yuz ko'zini yuyib aram oladi. Lekin uningga aram yo'q edi. Uning xiyolidan uning uchun azob tortayotgan savoqdoshlari, qarindoshlari, yiroqdagi Sabiha bir minutma neri ketmaydi. U Zunun master bilan yolg'iz uchrashgandilar. Qachonqi niqoblinaman? deb so'raydi. Master kulib turib, Qachon turmaga kiraman deb so'ramaydi ekansan, ha? deb chaqchaq qiladi. Va shu kuni shaharda bo'lgan yangi ishlarni qisqa qilib so'zlab beradi. Kunduzi qonsiq sexda amgak qilish, birma odam bilan gaplashmaslik, kechalari azob bilan xiyol surish Nurining jiniga to'limi patdi. Nanalardan kelgan o'rislar bir nimalar deb qoqoqlashib kulishadi. So'rin chiroyi hayvi qilib topancha esib yuradigan askarlar ushqitib, g'odiyib, kishilarga mansitmaslik nazarida qarab qo'yib yurishidi-yu, bu zamonning o'zidan ko'klab chiqqan, hayotdan umidi cho'ng bo'lgan bir yigit g'am tog'lari ostida un-tunsiz azob chekadi. Hayot mushundaq adolatsizlik ustiga qurilganmi, ha? Boshqalar nanalardan kelib hukm sursuyu, bu yerga kindiqqani to'kilgan, bu yerga butun mehr muhabbati bog'langan, bu zamin uchun jinni atagan o'g'il qizlar jazolanadi. Ular jiniga, muhabbatiga, insoniy g'ururiga ega bo'la olmaydi. Ular gap qila olmaydi, kulolmaydi. O'z yerida yo'g'on chamdab manga olmaydi. Ular ko'chalardagi lanishlarida mahar. Qahr tanqishda terak ustida dugdiyib o'ltirgan to'ng qog'idimi bichora. Bichora Sabiha o'lib bilishqimi chorsizkan. Uning gunohi bu dunyoga to'ralganimi? Xudo bergan go'zal husnini qiymat-chiymi qilib nobud qilganimi yoki go'zal hayotni tasavvur qilgani va shu hayotdan hamma odam bahramand bo'lsin deb o'ylaganimi?
Nuri zavoddan beshini sangiltib, sarg'ush qisqa jo'sining yoqisi bilan quloqlarini yepib, oq kiyimi kiygan oyoqlarini qalin qorda asta yutkab yotoqqa ketib etib, suman bosgan qarton havoga nurg'un savollarni og'zidan chiqayotgan hur bilan belli chiqaryapti. Lekin uningga na daraxt, na tomla yoki japokash zamin javob bermaydi. U yotoqqa kirib, muz gullari bilan bezalgan deraza qopqoqlarini atdi. Eshikni ichidan taqidi va mashki ko'mirni jaq selib qo'yib, karvatga o'ngsiga yotdi-da, xiyollardan qutulish uchun qo'liga kitob oldi. Chernyshkivskining nima qilish kerak degan romanining latin yozig'idagi o'zbekchisini 2 kundan beri o'qimoqda edi. Chernyshkivski turmada yetib 11 oyda yozib chiqqan bu roman Nurining nurg'un savollariga javob bermoqda. Uni qorong'ulik ichidan yo'l tepib ilgirlashga ilhomlantirmoqda edi. Rahmanov qandaq odam? U nimishqa azob qamroq. Astiga tosh qo'yib, hatto mix qeqib yetishni yaxshi ko'radi. U butun insoniyat tortadigan azobning ta'min tetib ko'rishga o'z-o'ziga qasam bergan. Mushaqqat ba'zilar intiladigan bir palla ekan. Azobni izlaydiganlarmi bo'ladi ekan. U Ko'kyun degan romanni o'qigan. Turma azobi Artur uchun rahat. İnson mangu bo'shkida yetavermaydi deb yozgan Chernyshkivski. Nurimo hozir azobda. U bo'shkdan o'mlab chiqdi. Onasining arkiltishlari, dadasining uni o'qitaman deb jafo tortishlari hozir uningdan yiroqda qolgan. U balki hozir boshqalarning baxt uchun jafo tortayotgandi. U degan boshqalar kim? Sabihami? Yo'q. Nuri Sabiha uchun hech ish qilmadi dedi. Kichkina singiz uchunmi? Yo'q. U hozir boshqalarga qurbon berishga hojatman emas. Undaq bo'lsa, o'zi uchunmi? O'zining kelgusi martabalik, hurmatli odamga aylanish uchunmi? Rasulov uningga zodil o'zini o'ylamaydigan, butun insoniyatning baxtini o'ylaydigan odamlarmi bor degan edi. Nuri buningga ishonmagan. U hozirmi shundoq odamlarning borligiga ishonmaydi. Nuri qisos imtihon uchun jinini tikkan. Uning qo'lidan shu ishlik keladi. Qisos elish uchun hokimiyatni og'dirish kerak deydi Nuri. Uning dushmanlari hozirgi hokimiyatning a'tiborliqlari. Hokimiyat uning dushmanlarini yo'lamoqda, qurollantirmoqda. Mushmanidan aytganda Nurining deganlari to'g'ri. Nurilar shunday qilishga qasam ichishgan. Bu hokimiyatni og'dirib, xalqqa zulm solmaydigan, hamma ishda haqiqatni qo'g'daydigan, odamlarning xushal-xuram, bayasha turmush kechirishiga yordam beradigan, zaminimizning mo'l boyligi, go'zal qo'ynidan foydalanib, yo'qsizlik, jabr zulm, odamni odam ezish, bo'zaq qilish tamoman tugagan jamiyat qurish ularning orzusi edi. Bu xil jamiyatning ismi sotsializm bo'lishi kerak ekan. Bu ismni Rasulov bak maqtaydi. U dunyoda baxtning bo'shga birla, Sovet ittifoqi sotsialistik davlat degan gapni og'zidan tushirmaydi. Bundaq adil davlat amsi nimishqa Shingdobandek bir jallatni qo'g'daydi. G'o'jiniyaz Majunlar Shinsay bilan toza tirkishayotganda u ulug' davlat Shinsayni qo'lladi. Bu nima uchun? Shinsayni tushunmadimi, uning atti bashirisini to'nib yetmadimi ya? Shundaq bo'lsa biz Sovet ittifoqiga Shinsayning ustidan shikoyat qilsak bo'ladi ekan-ku. O'ylagan seri uning fikrlari chigish yipqa aylanib ketdi. Mana mash ustidagi chaynakni qaynadi. U choy ichish kerak. U chaynakka qo'l so'zib edi, biri eshikni chekdi. U oldirab tenab chosh burutlarini kiydi va eshikni ochdi. Oy. Ishki mangzi anardek qizargan, ko'zlarining cho'risi ko'karigan, po'kvoy yog'liqqa o'ralgan chiroyliq yosh rus ayol qo'lini o'g'lig'icha uyga kirib mashq qo'llarini qaqladi va ko'zlarini o'ynatib: "Ты тумаслишь? Работаешь? Не играешь? Что с тобой?" dedi va seriq chapinni selib etib, sho'g'liq qilib, to'liq ko'tarilgan ko'ksini Nuriyaga ko'z-ko'z qilib qattiq kerildi. Hamda Nurining bo'yniga birdan kira soldi va
Очень хорошо. Красивый человек. deb uning mag'ziga so'yib oldi. Sen bunda yalğız yatasın, xotun yok. dedi u Uyg'urcha. Yo'q. Devatda Nuri tuyuqsiz chandırib. Sen Uygurca biladi? Biladi. Men Rus, sen German nomis. Sen Hitler bala. Yo'q. dedi Nuri gazetlarda butun xalq tillayotgan fashistning balasi bo'lishga qattiq norozilik qilib. Hitler piloxoy. Faşist sabak. Hitler sabak, sen sabak. Rus qizi sho'xliq bilan Nurining burnini chimdib, burutini tartib edi, chala bo'lib bekitilgan burut ajrab ketdi. Rus qizi qaqoqlab kulib, Yalgan. deb uning yolg'on chechinini yulib oldi. Uygur, yalgan nemiz? deb qaqoqlab kulgunicha Nurini karavotga besib oldi. Uning to'liq ko'ksi Nurining badaniga tegish bilan uning badani jo'q qildida, vujudida to'limi yiqimliq, to'limi tashnoliq va to'limi sirliq bir eqin paydo bo'ldi. U ayolni ishtardi va yolvordi. Jinim Zina, men Uyg'ur. Men desam shuni qilay, meni pash qilmag'in. Sen ishpiyon? Yo'q. Sen nima? Men aytmadi. Meni hukumat tutmoqchi. Bildi. Men dada Stalin attı. Apa ata bunda kaçtı. Bilorus, kulak biladi. Biladi Zina. Sen mektepte stojna? Men stojna. Apa bakadi. Aka mantiyor. Ma'qul Zina. Meni hech kimga aytma bo'lamdi. Men birasin. So'rog'ingni beraman. Anda men manday, sen chiroyliq. Хорошо, men er yo'q. Sen men er bo'ladi. Rus qizi Zina Uyg'ur yigiti Nurini tegiga besib elib, shundoq so'ydiki, Nuri hayotni hozirli bilayotgandek, lazzat degan uqumni amdil anglayotgandek, shirin suyishdan andikib, deb ketdi. Qibladan qora bo'ron chiqib, qorlarni osmonda uchirib, dahshatli shivirg'on paydo qildi. Daraxtlar hozirli yerni suydigandek egilatdi. Nurining dariza qopqini yosh ujmi daraxti tinimsiz so'ymoqda. Qopqoq g'ingshimoqda. Rus qizi Zina Uyg'ur yigiti Nurini xiyol olamidan real hayotga qaytarib keldi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutun bil. Bilqut xazinesi.